Hurmatli onajonlar, bugun sizlar bilan hayz sikli haqida gaplashmoqchi edik. Birinchi hayz sikl hozir kelishi ancha yosharib ketdi. Yosh qizlarimiz o'rtasida 10 yoshdan 13 yoshgacha davrda hisobga oladigan bo'ldik. Bu davrda qizimizda hayz sikli kelgandan keyin albatta uni keladigan kuni, miqdori, og'riqli-og'riqsiz shularga e'tibor bergan holatda kuzatuvda olib borishimiz kerak. Bundan tashqari albatta shaxsiy gigiyenaga murojaat qilish kerak. Va shu narsalarni onalarimiz e'tibor bilan tushuntirib, qizlarimizga har oy kalendar tutishib, menstruatsiya sikl bo'yicha hayz kunlarini yozib borilsa, shunda adashishlar bo'lmaydi, shuncha xatoliklar bo'lmaydi. Og'riqlimi, og'riqsiz kelyaptimi, kunida adashmayaptimi, hayzi qachon keladigan savollar bersak, ular bilishmaydi, eslasha olmaydi. Qaysi oy ekan, mana shunaqa degan qo'shimcha savollar beriladi. Qaysi holatlarda vrachga murojaat qilish kerak? Hayz og'riqli kelsa, zadержка bilan kelsa, ya'ni kuni, oyi surilib qolsa, 6 oyda yoki masalan 3 oy surib, 2 oy surilib shunaqa holatlar kuzatilsa, murojaat qilish kerak. Hayz sikl kelishi normada 21 kundan 35 kungacha hisoblanadi. Ya'ni hayzda birinchi kelgan kundan hisoblab to keyingi oyda birinchi kunigacha o'rta masofa hisoblanadi. 21 kundan 35 kungacha hisoblanadi. Mana shu eng norma hayz ko'rish sikli bo'ladi. Keyin ko'pincha shu hayzda buzilishiga sabablardan bittasi bu qalqonsimon bez kasalliklari. Ikkinchi bu qon kamlik. Shuning uchun tekshiruvga borganda albatta shu ko'riklardan OTT tekshiruvi qalqonsimon bezni qon tahlillari bilan birga hamkorlikda ko'rib, endokrinolog, ginekolog bilan maslahat qilingan holatda davolanish tavsiya qilaman.